Bu mol, bola chaqa, farzandlar hammasi zinatul hayati dunya. Mana shu 4 kunlik dunyoni ziynati, shu dunyo hayotini ziynati deyapti-da. Demak, bu nima degani desa, dunyo hayotini ziynatiligi aniq ekan u, lekin oxiratda ham ziynat bo'lish kerak-da u. Faqat shu dunyoniki bo'lmaslik kerak-da. Ya'ni hammamizni ham umid bilan boqib katta qilayotgan farzandlarimiz faqat dunyoniki emas, oxiratda ham ziynat bo'ladigan farzandlar bo'lishlikka harakat qilishlik kerak. Hatto Zakariya alayhissalom duo qildilar: Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyib. Ey Xudoyo, menga huzuringdan bir pokiza, halol, taqvodor bir farzand bergin deyaptilar. Shunchaki farzand bergin demayaptilar. Shu dunyoda boy bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin bas. Oxiratnikini ham so'rayaptilar. Salohiyatlik bo'lsin, taqvodor bo'lsin, pokiza bo'lsin. Alloh taolo duolarini, hatto bir duolarida vaj'alhu robbi radiya. Ey Parvardigor, shu farzandimni o'zing rozi bo'ladigan bolalardan qilib bergin dedilar, qarang. Ya'ni menga farzand bersang, shundan sen rozi bo'ladigan farzand bergin deb duo qildilar. Duolarini Alloh ijobat qilib nima dedi? Hazrati Yahyo alayhissalomdek taqvodor o'g'ilni xushxabarini berdi va uni dunyoga keltirib, nomini ham Alloh taolo o'zi qo'yib, qanday nomda bo'lishligigacha va qanday bola bo'lishligigacha Alloh taolo bashorat berib va u farzand dunyoga keldi. Hazrati Yahyo alayhissalom yosh bola bo'lib ko'chada o'ynaydigan yoshi bo'ladi-yu bolalarda. Ha? U yosh bolada, yosh bolalik qilish kerak, o'ynash kerak, kulish kerak. Shunaqa yoshda ekanlar, ko'chada o'rtoqlari yuring Yahyo ko'chada o'ynaymiz deb chaqirishsa, nima deb javob qilar ekanlar bolalarga? Mana shu duoni ijobatidan. Molil la'bi xuliqna derkanlar-da. Xudo bizni ko'chada o'yin o'ynagani yaratmagan degan ekanlar-da. Qani yosh boladan chiqayotgan javob. Xudo bizni ko'chada o'yin o'ynagani, telefon tutgani, internet tutgani yaratmagan. Xudo meni bunga yaratmagan deb 6-7 yashar ko'chada yerga ursiz osmonga sakraydigan yoshidagi yosh bola, to'palanchi bolani yoshidagi javoblari bu nimadan dalolat qilsa, mana bu duoni ijobat bo'lganidan dalolat qiladi. Ya'ni chunki Alloh taolodan shunday taqvodor farzandni so'raganlar-da.